Ko'rib chiqayotgan bu apparatimiz 1,5 Tesla magnit maydoni kuchlanishiga ega Lonwin Superone. Bu tizim yuqori sifatli tasvir, tezkor skanerlash jarayoni, 32 tagacha bo'lgan mustaqil RF kanal va zamonaviy dasturiy platforma orqali nevrologiya, ortopediya, qorin bo'shlig'i, umurtqa, bo'g'imlar va umumiy diagnostika tekshiruvlarida ishlashga mo'ljallangan. Ushbu apparatimiz magnit rezonans tomografiyasini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan klinikalar, diagnostika markazlari va yirik tibbiyot muassasalari uchun mos keladi. Hozir biz Highway Logistik bojxona omboridamiz. Medicom jamoasi apparatni tanlash, xonani rejalashtirish, tayyorlash, apparatni olib kelish, o'rnatish va xodimlarni o'qitishgacha bo'lgan jarayonlarni kompleks amalga oshiradi. Kafolatlangan muddatda va u muddat tugagandan keyin ham professional servis xizmatlarini ko'rsatamiz. MRT apparatini o'rnatishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, hoziroq biz bilan bog'laning. Biz aynan siz uchun kerak bo'lgan individual taklifni tayyorlab beramiz. Buning uchun kommentga MRT deb yozishni o'zi yetadi.